Xayrli kech. Bütün dünyadaki vatan söygen Uyg'urlik qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlar, kechliginglar xayrlik bo'lsin, yaxshi bo'lsin, bilan bo'lsin, obdan bo'lsin. Bugun men sizlarga özümün şəxsi düşüncələrimni, yəni bu ilki tip haqida, Türkistan İslam Partiyası haqida özümün şəxsi göz qarşımını düşündürüb qoyma. Düşündürüşdən avval vətəndaşlarımız bugün çislağa 12 ayının 29 günü həftəyə yekşən bo'lib ketdi vətəndaşlarımız. Temiga kirishdan avval men bütün dünyada yeni yıl ki hazır yeni yıl kelyapti 2025-yili. Men atiganda ishga kirib ketaman de hozir shu Kristiansund degan shaharda otelda yetib saqlayaptim rostdan ham manglishniki atiganda mangdigan tükkarda saqlayapmiz. Bizning Bergendan Kristiansund degan shaharda otelda vatandaşlarımız. Shuning uchun bu yerda biz atidan boshlab ishga kirgansam nurg'un qarindoshlarimiz yangi yillik xat yozdilar, nurg'un so'zlarni yozdilar. Men bir-birlab javob berib bo'lmayman. Şu sebepten ben yeni yıl tebriknamesi yollagan dostlarımızga men en avval devlay yeni yılga mübarek olsun. Vaqtida joyida xat yazamay qilib qolsam, mening shu videolarımni yetkazib qo'yinglar, so'zimni yetkazib qo'yinglar. Kuniga 12 soatdan 16 soat ishlayman. Men ishchi odam. Odatda normal soat 12 soat ishlashimiz kerak, ammo overtime o'tirib ben 16 soat ishlayib yetman. Tushundingizmi vatandaşlar? Shunday bo'lgan joyda araliq uxlag'idek vaqt chiqdi. Şuna yeni yıllık salam yollagan dostlarga men joyida javob qaytaramsam, buni to'g'ri tushuninglar. Tekrar kelyotgan yeni yilingizga muborak bo'lsin. Yeni yilingizga muborak bo'lsin vatandaşlar. Bugün mening o'zimning shaxsiy ko'z qarashimni, masalan, tip deydi bu Türkistan İslam Partiyasi haqida men o'zimning shaxsiy ko'z qarashimni tushuntirib qo'yman do'stlarim. Bundaq bo'lishdagi sabab o'zinglar bilasizlar, 12 ayning 5-kuni mening esimda qilishcha Suriya 3 ga bo'lindi degan temining o'zida men buni azroq qistirib o'tgandim. Xabaringlarda bor, men izlagan do'stlar bildi, azroq qistirib o'tib, bular hamda shu tashkilotlar, muxolif kuchlar hozir shu Idlib rayonidan chiqib, Xamaga kelib, Sham rayonini qarab turib mingdi. Ko'rsizlar bundan keyin İslam Partiyasining odamlari bu yerda videolarni ishlashga boshlaydi. Voy, Sharq Turkistonni ozod qilamiz degan videolar chiqishga boshlaydi degan chiqdimi? Chiqdi. Endi ikkinchi qatimliq mening suhbatimning o'zida Xamenei mening esimda qolishcha Xameneining o'limi degan chislasi aniq emas, bir haftadan keyin Xameneiniki tavut bitdi degan programmamizning o'zida mana Asadmi chiqdi, Asadmi tushdi, Asadni chiqarib oldik. Heliqi Kinochi partiya deb turib olgandim men uni-chi. Kinochi partiya Türkistan İslam Partiyasini, ya'ni Kinochi partiyaniki kinolarma elinib bo'ldi, lentaga elinib bo'lgandan keyin Isroilga hamma qurollarni hammasini urvatdi degandan keyin qanday bo'ldi desa, butun dunyoda nurg'un vatandaşlar bu yamanchi qiziq suhbat bo'pti demisin bu yerda. Ancak muloyiz qilingan suhbatlar bo'pti. Ashlarnikini vatandaşlarımız evetdi. Çoğun ustozlarimizdan tortib, odatda top yakun televizordagi programmalar hammani evetgandan keyin hech kimnikini bir odamga evetganda rahmat deblar men keyin javob berdim. Hammanikini anglab chiqdim. Bu yerda menga nisbatan qo'pol savollarni o'tirib qo'ygan odamlarga men keyin javob berdim. Yosh cho'nglar bor, kichiklar bor bularga. Demakchi o'g'in nima degan vaqtingizda men ularni Kinochi partiya deganimni o'tirib, zodi buni qistalqi negativ ko'z qarashi bor ekan buning zodi nima uchun shunda deysa, nima uchun bunda deysa degan nuqtadan nayt ilmiy usulda savol tashlaganlar bo'ldi. Men hammani ko'rib, mushunada oxirgacha saqlay. Eng yaxshisi mening bu vaqtda so'z qilish niyatim yo'q demdi. Rostdan desam bu partiya bular haqida men bir qator so'z qilgan ayni vaqtida shu tipni BDTdagi terrorizmligidan Amerika chiqaribdi, ammo BDTning ichida terrorizmligidagi har qaysi davlatlarda bor. Chiqarib o'tish uchun harakat qilish kerak deb o'tirib birinchilab so'zlagan odam men. Chunki bu Uyg'urning davosiga ziyonliq deb o'tirib so'zlagan. Endi ikkinchi qatam mushu masala tufayli so'zlashga majbur bo'lib qoldim. Masalan, mening ularni Kinochi partiya deb atishimdagi sabab bu yerda vatandaşlarımız. To'g'ri tushuninglar vatandaşlarımız, men deganda ko'rdinglar, 12 ayning 5-kuni bular o'tirib videolarni ishlashga boshlaydi, chiqdimi? Chiqdi.
Bir haftadan keyin dedim, anda bo'lgan bo'lsa, bularninki qurol yaroqlarining hammasini Isroil urvatdi, tank bankalardan tortib, bu zaten Suriyaning qurol yaroqlarining hammasini urvatdi. Endi bu kino-pinolarni ishlab bo'ldi degan. Ham bundan keyin Uyg'urlar qanday qildi desam, temiq kirishdan bir daqiqa. 3-videolari chiqcha 2025-yilni bular. Uyg'ur davlatini unutib qoliblar. Suriya qarab o'tirdi. Tushundingmi? Suriya qarab o'tirdi. Et qanday qola, ögün qanday qola deb, bu yerda 2025-yilning bir temiz chiqib oldi. Uddul ay Suriya qarabla Turkiston Islom partiyasi zada o'tirib anda qildigan bu. Buning tashviqotlarini jiq qilishga boshlaydi 2025-yildan tortib. Hammasi bu ishlar tim to'g'riliq qilgandan keyin men do'stlarimiz anda qilinglar, manda qilinglar men demayman. Vatandoshlarimiz, bu tim haqida bay deganimizdek cho'ng ustad hamma so'z qilibdi. Kimga ishinib, kimning yo'lini tutib mansangiz o'zingizning ishi, qarindoshlarimiz. Men bir demokratik odam. Hech qanday bir odamga bir odamning ko'z qarashini men tingmadim. Hozir shu Turkiston Islom partiyasining ishiga kelgan chaqda meni tip-tapla olay. Ishiga kelgan vaqtidami, kimning to'g'ri degan bo'lsangiz yo'lingizga mangayvering. Endi mening buning nisbatan ko'z qarashimga eslib olgan qarindoshlarimga men azroq tushuntirib qo'yay o'zimni. Menga deysiz o tip, ya'ni kinochi partiya menga nisbatan issiq emas, sovuq emas. Bu bir. Bak, yad aşk baston. Mening gapim nayt uch qadam, nayt ro'shan, nayt jonli qadam. Tushundingizmi? Mening bu yerda o'tirib bularni kinochi deyishimdagi sababim bu yerda o'tirib nega otib oldi deb qaralashqim qartilmaydi. Buni bir chaqchaq tariqasida qo'yib qo'ydim. Bundaq bo'lishiga sabab men Turkiston Islom partiyasi, ya'ni tip deb olay, men bilmaydigan odam emas. Toki men 93dan 98ga qadar Şinjan Gongshayanda o'qiyotgan vazgilda 95-96-yildan tortib sizlar texman nurg'unlaringlar qo'nglarga aliqi bilaya deymiz, qo'nglarga nasin taqab aliqi suydik to'sadigan, po'xin to'sadigan narsalarni to'sib bo'ltigan vaqtingizda biz shularning videolarini 94, 95, 96dan tortib Hasan Maqsumning Azimatdamdu birlarininki Afg'onistonda ishlagan kinolarini, shularning videoni ular ishlagan ovozli bir kichik video magnitofon bor. Biz Luigi deymiz uni Xitoycha. Ma o Rossiyada video magnitofon deydi, bu kichik lenta qilingan. Ma quloq tiqib olib, yetib o'tirib anglaydik. Nurg'un odamlar anglaydi. Voy Afg'onistonda 10 ming tipninki a'zosi bor ekan. Voy 5 ming a'zosi bor ekan. Voy ko'dinglar bo'ladigan Talibanning qo'yindi ekan. Uyg'uristonga, Uyg'ur davlatiga bostirib ketadi ekan deb shu lentani nadin keldi o'qimaymiz. Biz maktabda o'qiyotgan vaqtda shu Linton kelsa, yotqanda yetib o'tirib chiliq, men qatorliq insonlarning hammasi yig'ilib o'tirib anglaydi. Voy biz nima ish qilamiz deb deyishgan shu vaqtning o'zida desak, ish qilib tayyorlik qilinglar, keldik-ya, ozod qildik-ya. Vaqt kelib qolsa bir ot choptirishni o'rganib qo'ysanglar bo'ldi. Qo'linglardan bir yerdan tepib o'tirib qurolliroq etishni o'qimaysizlar. Shu tayyorlik qilinglar, shunda degan gaplar keladi. Nadin keldi? Do'stlarimiz uyab men manimni oldim deb o'tirib shu oliy maktabda biz bularni 95, 96, 97dan tortib anglab hikoyalarni biz chiliqishib yig'lab 10 ming askar ekan Talibanlar bilan birga bu tipninki degan hikoyalarni biz vatanda jiq anglab o'tib. Mana biz saqalimiz yo'qdi u vaqtimizda. Hozir qadar 52 yoshga kirib qoldik. Saqallarimiz o'qirib ketdi. Tashqi dunyoga chiqqandan keyin endi biz bularning videolarini bir-birlab ishlagan kinolarni bir-birlab men ko'ryaptqili. Zaten bularni izlayotqalash 95 kechikkancha 96 desanglar bo'ldi. 96dan tortib ta hozir qadar necha yil ketdi vatandoshlarimiz. Kendigan chaqda 30 yil bo'lib qoldi deb o'ylayaptim, shundaqmi? Osh jarayoningizda hammasini bir-birlab hozir qadar izlab kelyapgan edim. Shuning uchun men ularning kinosini ko'rib bergandan keyin, ular bir Xitoyning qulog'ini kesmagandan keyin men buni chaqchaq qilib o'tirib, yo'q, bular kinochi partiya deb turib shunda deydigan bo'ldim. Kinochi partiya bular. Çünkü ularninki ishlagan kinolari, vatanga kirgan kinolari yomon nadin kirdi shundaq lentaları. Biz endi vaqtimizda video yo'q, shu lenta dedik-ku bu yerdan. Shuning uchun men ularni kinochi partiya deb turib atadim. Ular menga ranjib ketsin o'zining ishi. Ammo buni kinolardan ko'rdim men, bir Xitoyning qulog'ini kesgan kinosini ko'rmadim. O'nglamadim tashqi dunyoda. Tashqi dunyoga chiqqan 2000da chiqqan bo'lsak, hozir 24 yil bo'ldi.
24 yıl. Vatanның өзде 24 yıl, 6 yılını hesaplap koysam 30 yıl oldu. Naq 30 yıldan birisi ularning aş videolarını görüp kelip bir Xitayning qulğini keskende kömegen ekan. En axir o'tirib hozir kinosini ko'rma, bilish uchun, aha bu kishi uchun kinochi partiya deb qo'ygan. Shuning uchun men so'zimda turaman. Birinchi qatimliq so'zimning o'zida 12-oyning 5-kuni dedim. Mana hozir Sham qarab turibman de, Turkiston Islom partiyasi, Sharq Turkiston partiyasi kino ishlaydi degan ishildimi? Rasmikan? İkinci qatimliqning o'zida dedim, bir haftadan keyin Xameneyni tavutib bitdi degan vaqtimizda kinochi partiya kinosini ishlab bo'ldi dedim. Anda bo'lgan biz kelar yil 1 yil o'tirib, ashlarning kinosini haq o'tirib saqlab bo'ldi. Bu yerda hozir Uyg'urlarning qilayotgan tashviqotlarga qarsanglar, qanday tashviqotlarni qilyotdi desa, biz 96-yili bu tip haqida anlagan o'xshash muloyiz qilyotdi. Bizmi 96-yili shu uningdan bundan anlagan chaqda Talibanlarning 30 ming qo'shini bor ekan, Uyg'urlarning kam degan chaqda 10 ming, 40 ming armiyalar bilan besib degan gaplarni anglaydik. Hozir mushada to'pliq holat programmada muloyiz qilayotgan odamlar desak, voy oshadi deganni Uyg'urlarning biristaydi 10 ming, biristaydi 5 ming, biristaydi 30 mingga yaqin degan gaplarni o'tirib deyotdi. Ashi gaplar qanday qoldi deysanglar, xuddi biz shu vatandagi vaqtda 94-96-yillar vatanda turayotgandek, ashundaq narsalarni jasuslar ashni lintiq elib, ash vatanga bir amal qilib so'qidi ashini. So'qib, bechar vatandagi xalqlarni chiliq-chiliq yig'iltirib, mana kirdik. Xuddi biz 96-yili tip bilan Taliban kirdigan degan o'xshash, hozir o'tirib vatandagi xalqlarga jasuslar kirgizish orqali mana bizning mujohidlarimiz Suriyaga kelibdi. Eteşe bilan bildikan. Va ulardagi anda xopti, manda xopti yolg'on tashviqotlarni vatanda tashviq qilib, xalqlarni bechara xalqimizni umidlantirib etadi bu yerda. Voy, meni ko'rdingmi? Ularni 15 ming, 20 ming, 30 ming ekan deb Uyg'urlar muloyiz qilyotdi shuni. Men demedim. Ko'rib beqing. Ha, mushuni o'ltirib, vatanga shu jasuslar bir amalni qilib lenta qilib turib akirsa, xud biz 95-96 chiliqib yig'ilgandek ashadagi xalqlar birga o'tirib yig'lab o'tirdi. O'ylab boqinglar, sadrin ketaylar vatandoshlarimiz. Men bu yer maslakaga vaqtimizda hech qanday bir odamni men menga ergishib Turkiston Islom partiyasini tillangmi demayman, tushundingizmi? Bu men erkin ro'ziga xos ideya. Ularning menga nisbatan tillabmi o'ltamidim mushkam uch ko'rdingiz, maqtabmi o'ltamidim bay degandek issiq emas, so'q emas. Uning ishinib mingdiganlar bo'lsanglar, mangayasanglar bo'laverdi. Men ishinib saqma 30 yil men kam degan bayzam 30 yildan saqlim charchab qerib ketdim men. Shularning gaplariga anglab, eng oxir mundaqli bir xulos chiqardim. Xunda xulos chiqardim. Kommunistlar bilan islomchilarning ideologiyasi ayni o'xshash. Yolg'onchi bular, tigidin yolg'onchi degan yerim shu. Tigidin yolg'onchi deb men bir qataningizda bir islomchiga, bir kommunistga ishonmaydim hozir. O'xshash mening nazarimda. Shuning uchun sizlar izdiğinde xalqalar meni biringlar. Ba'zi diniy ustozlarimiz bo'lsa-mu, bu to'g'riliq menga ders o'tmanglar, bilamda. Bunu men aşkar deb qo'yay. Endi degandek men issiq emas, sovuq emas. Bitdi. Mushundaq jarayonlar tufaylidan men mushundaq muomala qilman. Ikkinchidan ham bu yerda azroq bir ahvollarni tushuntirib qo'yay bu to'g'riliq. Navada bu yerda O'rta Sharq rayonimizda, bu rayonimizda eng kuchli bo'lgan bugungi Isroil. Men bu to'g'riliq O'rta Sharqning qachon shu 10-oyning 7-kuni Hamas terrorchilari Gazaga tajovuz qilgandan keyin tortib menchilik tushundigan odam yo'q menchi bu timini. Hatta ba'zilar nurg'ullarlar zerikib ketdi. Erkin ro'z degan Yahudi falan bugun deb. Yahudi desanglar faxrlanma rastin degan chaqda tushundinglarmi? O nima Arab desanglar bak Arab degan mening nazarimda bir qo'y u. Qolgan millatlarning hammasini desanglar bu qaran men bir Yahudini odamdek ko'rma, dunyodagi 3 alaydi millatlarning biri. Qolganni ko'z oldimga keltirsanglar-chi, men bir qo'y deb turib bilman. Ammo men millatimni hurmat qilaman. Millatimni Yahudi millatlar o'xshash o'ringa qo'yman. Shuning uchun men O'rta Sharqning masalasini so'zlagan vaqtimizda Uyg'urim bilan Yahudilar o'xshash bir siyosiy xarakterda deb turib tushundigan. Shuning uchun bu yerga vaqtimizda meniki erkinni Yahudi desanglar-chi, men faxrlanaman, tushundinglarmi? Deganlarga nimsanglar taveringlar o'zinglarning ishi. Xullas gap vatandoshlarimiz, men bu to'g'riliq tushundigan, O'rta Sharq rayonimizdagi eng kuchligi bugungi kunimizda Isroil.
İsrail, Amerika u yerda bor. Bo'lgan bilan Amerika xolis chiqib ketadi. Xolis u yerda turdi. Ammo xullas o'zining manfaatiga u yerda turdi, o'zining manfaatiga uyg'un kamas chiqib ketadi. Ammo u yoqdan Isroil chiqib ketmaydi. Isroilning u yerda davlat bor. Shunda bo'lgandan keyin bu yerda birdan-bir ketmaydigan davlat Isroil. Ammo kuchli davlat Isroil. Bunun tipik bir misali qaysanılsa deb yeni takrarda Hamasni tuzlab etdi. Asadni teptinichi mo'lg'at qizib etdi. Hozir Hutilarni yana tuzlab atdi. Uzoq qolmay Eronga keladi bu ishlar. Endi bu yerda Navada mushu tip qatorliq kuchlar o'chig'ini vatandoshlarimiz ezib tezib Isroilni dushman tutib qolib qolsa, ayni Hamas qanday kun qolgan bo'lsa, ular shunday qoladi. Masalan, Libnondagi Hizbullahlar qanday tuzilib ketgan bo'lsa, ular ham tuzilib ketadi. Mening gapim chiqadi. Shunda vatandoshlarimiz shu yerda shunday bo'lgandan keyin bular ezib tezib, masalan, Isroilga Yahudlarni yo'q qilamiz deb o'tirib ezib tezib shu guruhga kirsa, Hamas yegan bombadan aynan yeydi. Yeni berib bu yerda ikkinchi ish qaysi degan vaqtimizda Suriya rayonining o'zida, Suriyaning o'zida kurdlar bor. Kurdlar Amerika bilan ittifoqdosh bo'lib kelayotgan. Endi bu Suriyaningki ishki vaziyati o'ng'ishlash-o'ng'isholmaslik masalasi buni bilmaymiz kelgusida hozir. Ishga urush chiqqanda qayerdan qilishman bu to'g'riliq temaga kirmay. Lekin qanday qilib bo'lmasin, masalan, Suriyadagi Amerika bilan hamkorlashayotgan kurdlarga tajovuz qilib qolgan vaqtning o'zidami ish chataq o'chig'inday. Ham bu yerda Isroilya Suriyadagi kurdlarni qo'llaydi bundan keyin. Chunki o'ziga nisbatan eng yaqin ittifoqdosh. Chunki Turkiya Suriyani xaritini o'lchamoqchi. Navaqti bu HTŞ degan bilan mana shu hozirgi tip deganlar birlashib o'tirib Suriyaga tajovuz, masalan, kurdlarga tajovuz, Turkiyaning kendi kurdlarga tajovuz qismi, kurdlarga urush qismi, buning oxirida ya Amerikadan bomba yeydi ular, ya mayaqdan Isroiliyadan bomba yeydi. Tushundingizmi vatandoshlarimiz? Ham bu yerda Uyg'urlarimiz qanday qildi degan chiqdi, yana bir ta'tir propagandalar chiqdi. Ko'rdingmi? Navod ashlar, masalan, Isroilga qarshi urush qilib qoldi, iloyim urush qilmasin. Isroilni dushman tutmasin, ular Amerikani dushman tutmasin. Mening tashabbusim shu. Ular bizni Uyg'ur o'zining sepidagi jonliq musulmon deb turib qarmismi? Biz ularni yana qarindosh deb turib hisoblaymiz. Zaten men bir millat biz qarindosh deb turib hisoblayman, o'chig'in desam. Endi bu yerda nima degan vaqtimizda, masalan, ular Isroiliyani boy deganda Isroiliyani dushman tutib qolsa yeydigan bomba, u yoqdan kurdlarni dushman tutib qolgan chaqda yeydigan bomba. Shunda qildi vatandoshlarimiz. Chunki ularning eg'ir tutib qoralar tutib hammasini urib etdi. Ular 1 yilgacha, yana 5 yilgacha, 10 yilgacha davlat bo'lib holat kelishga tas gap bu. Yana bir ularning videolarini ko'rdik. Bugun Suriya o'tirib Sharq Turkistonda o'tirib, yiroq gap vatandoshlarimiz. Men iloyim yaqinda bo'lishini umid qilaman. Ularning kirsa kirivasin deyman, tushundingizmi? Lekin bunda hozirroq siyosatdan bunda xabar bor odamchi, masalan, Suriya degan shu Qashqada falan pokuni deydi-ku, men bo'lishini umid qilaman. Ammo emas, kelar yilin bo'lamdi, bo'lmamdi, 2026 bo'lamdi, bo'lmamdi, 2027 bo'lamdi, bo'lmamdi. Biz buni bilmaymiz hozir. Texi xo'shindiki ular Eron besiqtirilmadi, Erondan o'tgandan keyin qayaga berish kerak bu? Hindiston bilan Pokiston bilan Afg'onistonga kirish kerak. Bu ikkisi urush kerak. Yoki bo'lmasa, bu yerga Eron tugagandan keyin Hindiston bilan Pokiston urush qilish kerak. Bu shunda o'lganchaqda ish shunda qaydi shunda bo'lgan chegarada. Yoki bo'lmasa, bu Suriyadan eshib, yana Erondan o'tib, Iroq kirib, Erondan o'tib, Erondan Ozarbayjonga kelib, Ozarbayjondan bu O'rta Osiyodagi ya Turkmanistonga, ya u yoqda o'tirib Qozog'iston bir davlatlarga O'rta Osiyoga kirib, bu yerda bir qo'ng'in tiqadigan bir baz bo'lgan vaqtning o'zida andin Uyg'ur davlatining chegarasiga borgan bo'ldi. Shunga bugun Suriya oldi, bilimi Turkiston bo'lib ketadi degan gapning o'zi ham mening nazarimda kulkili bir yolg'on gap endi o'chig'in degan vaqtning o'zida. Men buni o'chig'inla dedim. Gapning o'chig'inla deyapman bu yerda.
bir yolg'on gap. Chunki u rayonda ish bo'lish uchun, benim Turkiston bo'lish uchun chuqum Afg'oniston bilan Pokiston urushga kirish kerak, yoki bo'lmasa Afg'oniston bilan Hindiston bilan Pokiston urushga kirish kerak. Bu yerda bir sharoit hozirlanish kerak. Mana tatatib atadigan. Bo'lmasa o'tirib havoda to'kkan tushsa, Xitoyning o'tirib tiklab qo'ygan bombalardan kom qo'yib etadi hammani. Şuna bu meslekege vaqtingizda mening ko'z qarshim ashinchilik vatandoshlarimiz. Şuna bir insonlarga nisbatan bir qiziq mening nazarimning o'zida bir ya uxultish durisi ya hayajonlantirish durisi o dura. Ama ilohim men bo'lishni umid qilaman, ama 30 yildan bir ko'midim vatandoshlarım arasida desam, duo qilgan qo'llarimning hammasi muzlab tushib ketdi. Şunun bilan men o'tirib, shu kinochi partiya deydigan bo'lib qoldim vatandoshlar. Balkim buni anglagandek ular menga o'ltirish buyruqlari chiqarish mumkin. Men zaten bir jondan to'yibli qolgan odam, men buni faxrlanaman ashna deb qolsa. Men uchun ular ilmiy insonlardir. Buni deb o'ltirmaydim deb o'ylayman. İşler mushundaq vatandoshlarimiz. Meningki tushunchimni ko'rdingiz vatandoshlar. O Suriye degan endi ama oturup yen ağzımın üçte oturtup ben üçkü bilin degen gaplarni dep boldum. Ben bu to'g'riliq jiqqa qilmay. Masalan, tini shu qolgan vaqtimizda Xitoy aşırayından qaytadan qurimiz. Qaytadan güllendirimiz müşter endi binalarning hammasini qurib chiqimiz desa, u qarindoshlarimiz vaqti kelib qolsa, ash qurilish ishlayotgan Xitoylarni ama Afg'onistonda qurolliq baqadigan ularning mudofaasini qildigan odam bo'lib qolish mumkin vatandoshlarimiz. Men gapni ochiqini qilay. Çünkü Suriye bir yerde, o Suriye'deki bir devletin terkibinde turvatıdı o. Arap'ın içi de o. Araplar kimler bilen billah, Xitay bilen en yakın, Xitay bilen bir koynudaki insanlar. Çünkü Suriye'ye pul gerek. Bu qayta qurish uchun pul gerek. Xitoylar hozir ashundaq diktator davlatga birinchilab yugurib kelib mablag' soldiganlar qaysi? Xitoy selvatida ham yerda. Ana Afg'onistonda, Pokistonda, Afg'onistonda, Talibanistonda shundaq. Irak'ta qurilish qilayotganlar asosli Xitoylar. Mushu Hamasning ish tugagandan keyin hozir birinchilab aşağı kirib qurilishlarning hammasini biz qilsak deydiganmi Xitoylar. Endi Suriya kelgan vaqtning o'zida Xitoylar anda bo'lgan bo'lsa, yo'q, bu binolarni meniki mendaq eshakdek ishlaydigan a'zo emgak uchun ba monopol san qazbazning hammasini berma. Men azroq bir yerdan bir havo bazasidan birini bersa, men zaten güllendirib etmem deb hep boldan da qo'ygan bo'lsa, bu yerda Rosning harbiy bazasi bor. Nim bo'pti Xitoyga birini bersamda o'tirib, bular o'tirib berib salsa, kelishimni yaxshi tuzab qilib qolsa, u yoqda binolarning hammasi selishga boshlasa, u yoqqa Xitoyning ishchilar kelsa, shu qanday qildi? Anda qo'ygan bo'lsa, ular shu qurolni tutib, u yoqdan Isroiliya falan pukunni etib solmasin birlarida o'tirib, shularni mudofaa qildi. Reallik ana buning isboti Köydük ko biz Talibanistonda vatandaşlarımız, ben bir adamga töhmet qilmadim ana. Bugün şu sakallık Talibanlar Xitoylar bilan billa ana. U yerdagi boy insonlar anda qo'ygan bo'lsa, birlar deydi, u yerda anda qadam bor, munda qadam bor, munda Uyg'ur mujohidlari bor deydi. Dunyo xabarlari shu yerda bir Xitoyning quliga kesilib boqmadi. Uning selishtigan vaqtingizda Pokistondagi blojlar vat vergin chiqarib o'tadi. Aşırayının yüzde vet vergin çıkırvatıdı. Xitay bolsun, vet vergin şu blojlar çıkırvatıdı. Andak iş kandak ki vatandaşlar, ular mı Pakistan, Afganistan'dakiler mi kontrolünün astığı düşüp oldu. Benim düşüncem boyunca Suriye'dakiler mi uzaklamaya kontrolünün astığı. Xuddi Afganistan'daki okşaş, Suriye'deki şu qarindoshlarimiz mi? Biz qarindoshim deydi. Benim şundaq bir kontrolünün astığı düşüdü vatandaşlarımız. Şundaq bo'lgan vaqtingizda men ilohim bo'lishni umid qilaman. Shunday bo'lgan vaqtingizda mening ishonishim tas vatandoshlarim, meni to'g'ri tushuninglar. Mening ishonishim tas. Chunki siz bir narsadan jiq umid kutib, buni qo'lingizni duo qilib ko'tirib, hech qanday narsa chiqmagandan keyin ishingizdan o'ltirib, men shu vatandagi, men o'zimni vatandagi insonlar qo'yib turib muomala qilaman-da uni. Bo'lmasa men degan men nima uning? Vatandagi insonlar bir insonni kirdi deb o'tirib o'ylab bakın 30 yil umid kutgan bo'lsa, vatandagilari 30 yil umid kutgan bo'lsa, vatanda hech qaysi birisi bunday ishlarni qilamagan bo'lsa, qanday qildi? Ayni vatandagilarni mo'xshishib turib, men yo'qalla va gulava senda umid kutib, umidimni uzdim deydi bundan.
Meni shunday deydi. İşlar mujundaq vatandaşlar. Shuning uchun ma maslakaga vaqtingizda mana men shu mediani taqtib qo'yinglar, oshkora ko'z qarashimni men bildirdim. Shuning uchun menga taqatqi savolni so'ramanglar. Menga nisbatan issiq emas, sovuq emas degan taqatqi savolni so'ramanglar. Erkin ro'za haqiqatan bu tipni o'shkirdi ekan desanglar o'zinglarning ishi, men bay deb qo'ydim, issiq emas, sovuq emas deb tugatdim gapni. O'shkirdi ekan deb turib bir narsa desanglarmi o'zinglarning ishi, ya bo'ya o'tirib buni ko'z qarashi to'g'ri ekan desanglarmi o'zinglarning ishi. Bu haqda so'zlagan yaxshi odamlarning kayingishib, agishib, mangayversanlarmi o'zinglarning ishi. Buningga negativ ko'z qarashda muomala buni orqa tarafini nayt yaxshi muloyiz qilgan odamlar borki, uning kayinda mangsanglarmi o'zinglarning ishi vatandoshlar. Endi deydiganim, menga o'xshash sizlarmi umidsiz bo'lib qolmanglar. Menga o'xshash umidsiz bo'lib qolmanglar. Men umidimni yana qayta tiklayman deb o'tirib, tiklash juriyetim yo'q u partiya haqida. Shuning uchun men ularni bundan keyin kinochi partiya deb atab ketaverman. Qachon bir qo'lig'ini kesgan vaqtning o'zida, bu Turkiston Islom partiyasi, bu Abdurastin degan chaqda Turkiston desa o'tirib O'rta Osiyodagi Qozog'iston va Turkiston degan yerini ko'rsatdi Abdurastin degan chaqda o'zida u Uyg'urlar bir narsa demay, bu to'g'riliq tiyimlarga kirmay, hali bayrog'imizni qilib olgan ishga qarab odamning o'g'is keldi. Bizniki ota bobomiz qo'ygan bayroqning o'zidan o'tirib Kalimullahni yezib olgan. Bir odamga bizmish tashqi dunyoning o'zida Uyg'uriston desak, oddal dadisini opsini tunmaydigan qiyo'rlar chiqib, Uyg'ur dema deb qashqach vaqirab ketgan odamlar bor. Nimish shunda deb Uyg'ur demaymiz ekan deb Uyg'uriston demaymiz ekan desa, bizning davlatimizning ismini biz degani Turkiston, Sharq Turkiston deb qo'yib bo'lgan buni. Oy shular deydi, qanday olgan bo'lsa, Sharqdan deb qo'yganlar xalqdan millatdan so'rab ekanmi buni desa gap qilmaydi. Yo'q, bu formulalashtirib o'tgan narsa, bu o'zgartirilmaydigan narsa. Bayroq ism o'zgartirilmaydi deydi. Bayrog'i da endi bizniki bayrog'imizga o'xshamaydigan bir bayroqni ko'tarib yurdik, shundaymi vatandoshlarimiz? Buniga kelgan chaqda bir yig'iz gap yo'q-ku u. Ammo biz Uyg'ur desak, buni ochiq qildigan insonlar bor ekan. Qolgan temaga men kirmay vatandoshlarimiz, mushundaq masalalar tufaylidan mening ro'yim tip haqida sunib ketgan adam. Men o'zimni ash vatandagi insonlarga 95, 96, 97dagi insonlar shu vaqtdan tortib anglayotgan deb turib hisoblasak, shulardan 95, 96, 97da umid kutayotgan vatandagi insonlarga o'zimni meni qo'yib turib muomala qilsanglar vatandoshlarimiz, 30 yil shundoq umid kutib, eng oxirida umidni o'tirib turib chortli yo'qlik qilib o'tgan adam. Shuning uchun men qachon ular o'tirib bir Xitoyning qo'lig'ini kesgan vaqtingizda, men rostga anday bo'lgan bo'lsa men yordamimni bildirmanmi? Bular haqida kech-kunduz duo qilamanmi? Ular o'tirib erkin xato qilsa desa, ko'rdim xo'jam sizning ishingizni. Men gunohimni tan olaman, ko'rgan bo'yicha pek yaxshi qildi deb turib shu vaqt maqtab etsammi, men ulgurma vatandoshlarimiz. Bulamda shu men o'zimni sizlarga vujudimda bo'lmagan gaplarni qilib oldig'im yo'q vatandoshlarimiz. Shu men buni xulosalab birla javob beradigan javob berdim. Meni javobim tugidi bu vaqtda. Hamda mumkin qadar yetarli to'g'ri javob bergandim deb o'ylayman, ammo o'zimning ko'z qarashi vatandoshlarimiz. Gapni men bu yerda to'xtatsam, menda qolgan bo'lsa vatandoshlar, bay degandak men 15 kun 16 kun atrofida ish bilan yo'qolib ketaman. Xudo bo'lsa, techaman bo'lsak vatandoshlar, yangi yildan keyin uyga qaytib kelgan vaqtimizda yana takrar ko'rishimiz, takrar munoziralashimiz vatandoshlarimiz, takrar o'rganish va o'rgatish qilishimiz vatandoshlarimiz. Shunday bo'lgan chaqda takrar yangi yillarga xayrli bo'lsin vatandoshlarimiz. 2025-yilni vatandoshlarimiz, aziz millatim, Uyg'urimga bir xayrli, o'ngishli, yangi xush xabarlar bilan to'lib ketishini umid qilib vatandoshlar, xo'shlashaylik vatandoshlarimiz, xo'sh. Ko'rish Xudoga omonat.